Xo'sh, 5-masalani yechim qilamiz o'rtoqlar. 5-masala. Tosh gorizonga 53 gradus burchak ostida 20 boshlang'ich tezlik bilan otildi. 1,6 sekunddan keyingi jismning tezligi qanday bo'ladi? Biror vaqtdan keyingi tezligi gorizonga burchak ostida otilgan jismning tezligi v. Gorizonga burchak ostida otilgan jismning biror vaqtdan keyingi tezligi vx kvadrat vy kvadrat degan formula bilan topiladi. Xo'sh, vximiz gorizonga burchak ostida otilganda v0 kosinus alfa bo'ladi. V'imiz v0 sinus alfa minus j bo'ladi. Endi bular bilishimiz kerak-da. V0'imiz bizga nimaga teng? V0'imiz 20. Kosinus 60 gradusda 0,6. Hisoblaymiz 12. V0'imiz 20. Sinus 53 gradusda 0,8. J'imiz 10. T'imiz 1,6. Xo'sh, demak 20, 16, 16 0 bo'lar ekan. Endi olib borib qo'yamiz va teng. Vximiz 12 ning kvadrati bu 0. Javob 12 ga tezlikka erishgan 1,6 sekunddan keyin B javob olamiz. Xo'sh, 6-masala. Rasmdagi elektr sxemaning umumiy sig'imini hisoblang. Umumiy sig'im kerak. Endi shuni salgina o'zimiz ixchamlashtirib olsak-da o'rtoqlar, tok keldi. 2 ga bo'lindi. Mana tok keldi. 2 ga bo'lindi. 2 ga bo'lindi. 2 sig'imli kondensatordan o'tyapti. 2S dan o'tdi va 6S dan o'tdi. 2 ga bo'lindi, yana chiqdi. Keyin mana shu yerda xo'sh, mana shu yerda tepadan kelgan bilan pastdan kelgan 99S bilan uchrashyapti mana. 99S bilan uchrashyapti. Keyin buning o'zi 24S bilan ketyapti. Mana bu esa 8S bilan ketyapti. Mana bu 99S. Bu 8S, 24S ana shunday. Demak, tok keldi 2 ga bo'lindi desak, ikkovi mana alohida. Keyin bu yoqdan kelgan bilan bu yoqdan kelgani. Xo'sh, mana bu ga ketyapti va bu yoqqa ham ketyapti mana. Xo'sh, bundan ham o'tgani birlashib qarab ketyapti. To'g'ri chizildi hozir. Yoyib oldik, soddaroq sxema. Endi buni biz ishlashda oson yo'li bor. Buni bilamiz, ko'pchilik biladi. Parallel turgani 2S ning 6S ga nisbati ulson ko'piriga tushib qoladi. 8S ning 24S ga nisbatiga teng bo'lsa, hozir mana 1/2 qoladi, 1/3 qoladi, bu ham 1/3 qoladi, tengmi? Demak, buning bunga nisbatiga teng bo'lib qolsa, nima bo'lardi? Teng bo'lib qolsa, o'rtadagi mana bu ishlamaydi. 99S kondensator ishlamaydi, bu zaryad to'plamaydi. U holda buni ishlamasa, olib tashlaymiz. Bemalol olib tashlasak bo'ladi. Buni olib tashlaymiz. Buni olib tashlaganimizdan keyin nima bo'ladi? Buni olib tashlaganimizdan keyin 2S bilan 8S ketma-ket bo'ladi. 6S bilan 24S ham ketma-ket bo'ladi. Ketma-ketda ko'paytma taqsim yig'indi bo'lib topiladimi? Aha. 2 ko'paytirilgan 8, 2 qo'shilgan 8. 16 1,6S bo'ladi. Bu 6 ko'paytirilgan 24, 6 qo'shilgan 24. Mana bu 30 bo'ladi, 30. Mana bu bilan bu ketadi, 5 bo'ladi. 24 5 ga 4,8S bo'ladi. Demak, tepada 1,6S, pastda 4,8S. Chiqqani parallel. Parallelda qo'shilarmi? Qo'shiladi. Umumiy. Ikkovini qo'shamiz 1,6S ga qo'shamiz 4,8S. Javob 6,4S bo'ladi. Xo'sh, bu masalaning yechimi. C javobni olamiz 6 ga. 7. Fokal tekstligi qanday tekslik? Fokal tekstligi bu mana bu linzaning bosh optik o'qi desak, mana bu linza desak, masalan, yig'uvchi linza desak. Mana bu bosh fokusi bo'lsa, bosh fokusi. Shu bosh fokusidan bilan mana o'tuvchi optik o'qqa perpendikulyar joylashgan, linzaga esa parallel joylashgan tekslik. Mana bu tekslik old fokal tekslik. Bu orqa fokal tekslik bo'ladi. Old fokal tekslik, orqa fokal tekslik. Bosh optik o'qqa perpendikulyar, mana bosh optik o'qqa perpendikulyar va fokus nuqtadan o'tadigan tekslik fokal tekslik deyiladi. A javobni olamiz 7 ga.